orqamda turgan Bekoboddagi 5 ga 3 razmerdagi eng sifatli Shuhrat uylaridan do'konimizni bitirdik. Hozir sizlarga birma-bir ko'rsatib ketaman, videoni o'tkazvormanglar. Tashqi ko'rinishidan boshlaydigan bo'lsak, xo'sh, birinchi tunkafonlarimiz turtli deyiladi, qalinidan, zanglamaydigan materialdan. Suyagi esa 8 ga 8 profilda 1.8 tenkaligidan, qalinidan bemalol xohlagan joyiga keyinchalik ko'chirsa bo'ladi. Xo'sh, akfalarimiz antirazit materialdan bo'ladi, yaxshi sifatlisidan. Oynalari esa ranglisidan qo'yiladi. Buni xaridorning o'zi tanlaydi. Ko'k, qora, pepelni, yodiviy, xullas hamma narsasidan bor. Hozir bunga yodivisidan qo'yganmiz. Ana endi ichki tomonini ko'rib ketamiz. Marhamat, ichki отделкасini aytib o'tib ketaman. Polidan boshlaydigan bo'lsak, birinchi shpuntovoy rossiyskiy taxtadan 2,5 ligidan namga, issiqqa o'ta chidamli bo'ladi. Xo'sh, devor отделкamiz mana bunaqa laminatdan отделка qilib chiqilgan, qalinidan, почти 2 santimetrligidan. Uni orqasida eng muhimi 3 qavat utepleniya turibdi, patologida ham, devorida ham. Stiklovata, folga и porolondan qo'yilgan. Mana shu uchun ham issiq sovuqni umuman o'ylamaysizlar. Xo'sh, portichkalarimiz qo'yilgan, havo aylanishi. Bu 5 metr bo'lgani uchun bitta qo'yiladi. Mana juda ham udobniy, yaxshi kачествосidan. Xo'sh, patologimiz dekor plastikdan, qalinidan. Buni orqasida firma bilan 2 ga 4 profildan har 60 santimetrdan qo'yilgan. Mana shu uchun ham umuman qor, yomg'ir, hamma nagruskalarni ko'taradi. Kimga mana shunaqa sifatli ko'chma do'konlar, Shuhrat uylaridan kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, omon.